Assalomu alaykum hammaga, hurmatli obunachilar. Mana bugun ertalabdan bu yerga stanovlarimizni olib kelib o'rnatib berdik. Farg'ona viloyat Toshloq tumaniga. O'zimizning manzilim shu yerda, Toshloq tumanida. Mana bugun quyilgan bloklar hammasi cho'tki holatda chiqdi. Ujib birinchi quyishlari mana как положено qilib 100% o'rgatib berdik gazobloyda. Mana hammasi zo'r chiqqan, bir xilda. Mana chiqqanlarni ko'rishingiz mana oshiqcha. Mana bular ham mana bir xilda 2 sm ishib chiqqan. Yopib qo'yamiz. Mana bitta braki bor ekan. Bu ham mana o'zlarining aybi bilan umuman pudra tashalmagan bunga. Pudra tashamasdan shunday quyib yuborishgan. Qolgan hammasi o'ta zo'r holatda chiqyapti bloklar. Mana qoliplarimiz mana yangi, birinchi quyilishi mana. Listlarimiz o'sha 3 li rossiyskiy listdan. Profillar 8 ga 4, qalinligi 2 li. Mana poddollari. Buni mana chekkalarni ko'rsataman. Mana chekkalardan shu axlatlar ham tushib ketaveradi. Mana shu oradan tozalab yurish shart bo'lmaydi buni. Ko'pchilik bu profilni shunday o'ziga yopishtirib qo'yadi. Buni mixda 15 minut, 20 minut tozalaydi. Buni qolipdan emas, bitada teradi. Shunday quyib yuboraveradi, yog'lab turib. Rastvor oqib ketmaydi, samiglamnisi. Mana hammasi zo'r holatda turibdi. Umuman yamalmagan. Qoliplar mana yonlari bo'shab. Bu yerga 20 ta paddon 10 ta bortlarni olib kelib berganmiz. O'sha abidgacha 10 tani qo'yib, abiddan keyin bo'shatib turib, keyingi 10 taga qo'yishyapti ekan. O'sha hozir 15 ta qo'yishibdi. Soat 4 bo'ldi. Mana shunaqa xizmatlar kimga kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Bizda gazobloyda shu stanovlari hammasidan bor. Kimga gazobloy kerak bo'lsa, gazobloy stanovlari kerak bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hammasidan yetkazib beramiz. Shunaqa holatda bo'ladi. Xo'p, mana shu 20 ta qolib, mishalka, subachoy hamma yo'g'i komplekt holatda. $4,500 tushdi. Mana shu holat. Bu yerda kuniga hop 250 tadan 350 tagacha chiqarsa bo'ladi mana shu holatda. Chunki ertalab quyilgan g'ishlar abitdan keyingi quriydi. O'sha havo isib ketdi bu yog'iga. Shunaqa gaplar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.